Shunda Alloh taolo kulib aytadi: "Nimani san olmayapsizlar?" deganda, "Ya Robbiy, bir ro'zadorni 30 kun tutgan ro'zasiga seni bergan ajr, mukofot, savoblaringni sanay olmayapmiz. Bizlardagi raqamlar yetmayapti." Alloh taoloning oldiga shikoyat bilan keladi ular. Endi qarayapsizmi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qad azallakum shahrun muborak. Sizlarni muborak oy qarshilab olyapti. Sizlarni ulug' oy qarshilab olyapti. Qanaqangi ulug' oy bu? Bizni tutgan ro'zamizga Alloh taolo qancha savob beradi buni? Alloh taolo qancha gunohlarimizni kechiradi, qancha martabalarimizni ko'taradi. Qancha Alloh taolo Ramazonda bizga ulkan imkoniyat va yaxshiliklarni Alloh taoloni o'zi taqdir qiladi. Tasavvur qila olmaydi mu'min. Insonning tasavvuriga sig'maydi bu.